Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimizning qadrli obunachilari. Bugun sizlar bilan hayotingizga juda jiddiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan, ayniqsa keksa yoshdagi nafaqadagi kishilar uchun muhim bo'lgan bir masalani muhokama qilamiz. Men hozir aytadigan ma'lumotlar nafaqadagi fuqarolar, balki yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotganlar, umuman har birimiz uchun nihoyatda dolzarb. Agar hozir sizning oilangizda nafaqaxo'r bo'lmasa ham, bu mavzu baribir sizga tegishli. Chunki uning oqibatlari jamiyatimizning barcha qatlamlariga o'z ta'sirini ko'rsatishi shubhasiz. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zidayoq kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim, chunki bu ma'lumotlar imkon qadar ko'proq odamga yetib borishi kerak. Xo'sh, muammoning o'zi nimada? Oldinlari qanday edi-yu? Hozir nima o'zgardi? Bilamizki, avvallari nafaqaxo'rlik davri ko'pchilik uchun tinch va farovon hayotning ramzi edi. Yillar davomida mehnati bilan jamiyatga xizmat qilgan kishilar nihoyat o'z dam olishlarini, nafaqalarni olib, rohatlanib yashashni orzu qilar edilar. Davlat pensiya tizimi bu jarayonda asosiy kafolat bo'lib xizmat qilgan. Ko'pchilikning fikricha, davlat nafaqaga chiqqandan keyin ham o'z fuqarolarini himoya qiladi va ularning turmush darajasini saqlab qoladi. Garchi nafaqalar baland bo'lmagan bo'lsa-da, ular asosiy ehtiyojlarni qoplashga, hatto kichik xarajatlarga ham yetar edi. Masalan, oddiy oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal to'lovlar, ba'zan esa dori-darmonlar uchun pul topish nisbatan oson edi. Ba'zi kishilar hattoki nabiralarga kichik sovg'alar olishga ham qurbi yetardi. Bu davlat va jamiyat o'rtasidagi sukut saqlagan shartnoma kabi edi. Sen butun umring davomida mehnat qilasan. Davlat esa keksaygan chog'ingda senga g'amxo'rlik qiladi. Bu umid va ishonch bilan odamlar o'z hayotlarini qurishgan. Ammo bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgarganini achinish bilan aytishimiz kerak. Oxirgi bir necha yil ichida iqtisodiy jarayonlar, ayniqsa inflyatsiya darajasining oshishi, iste'mol narxlarining shiddat bilan ko'tarilishi pensiya tizimining barqarorligiga jiddiy putur yetkazdi. Hozirgi kunda pensiyalar nafaqat oldingi kabi asosiy ehtiyojlarni qoplashga qodir emas. Balki ba'zi hollarda bu mablag'lar faqat eng zarur bo'lgan minimal xarajatlarga zo'rg'a yetmoqda. Kommunal to'lovlar, elektr energiyasi, gaz, suv narxlarining oshishi, oziq-ovqat mahsulotlarining muntazam qimmatlashuvi, ayniqsa asosiy mahsulotlar non, yog', go'sht, sut narxlarining keskin ko'tarilishi, dori-darmonlarga bo'lgan ehtiyojning keksalar orasida ortishi, transport xarajatlari, bularning barchasi nafaqaning qadrini tushirib yubordi. Pensiyalar ba'zida yiliga bir marta indeksatsiya qilinsa ham, bu indeksatsiya darajasi haqiqiy inflyatsiyadan ancha past bo'lib, nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini tiklashga yetmayapti. Natijada oldinlari o'ziga to'q bo'lgan ba'zi nafaqaxo'rlar ham bugungi kunda qiyin ahvolga tushib qolishgan. Ular hatto kunlik taom uchun pul topishga ham qiynalmoqda. Bu esa afsuski jamiyatdagi sotsial adolatsizlikni yanada chuqurlashtirmoqda. Bu shuni anglatadiki, avvalgi farovon keksalik haqidagi tushuncha endi ko'plab kishilar uchun uzoq orzu bo'lib qolmoqda. Endi esa batafsilroq tahlilga o'tsak, bu yangiliklar aynan kimga tegishli va kim ko'proq xavotirlanishi kerak? Kim esa nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Birinchidan, faqat davlat pensiyasiga umid bog'lab qolgan, boshqa hech qanday daromad manbaiga ega bo'lmagan nafaqaxo'rlar eng katta xavf ostida. Keling, misollar bilan ko'rib chiqaylik. Tasavvur qiling, 7 yoshli Oysha buvi bor. U butun umr maktabda o'qituvchilik qilib, keyin nafaqaga chiqqan. Uning oylik pensiyasi masalan 2,5 million so'm. Bu pensiya to'liqroq ta'minlangan davrlar ham bo'lgan. Ammo hozirgi kunda shahar sharoitida yashovchi yolg'iz Oysha buvi uchun bu summa qanday yetadi? Uning yashash joyi uchun kommunal to'lovlar, suv, gaz, elektr energiyasi uchun oyga taxminan 5,000 so'm ketadi. Keyin zarur dori-darmonlar bor. Yoshi ulug' bo'lgani sababli surunkali kasalliklari bor. Oyga dori uchun kamida 300-400 ming so'm sarflashiga to'g'ri keladi. Mana nafaqasining yarmidan ko'pi faqat shu ikki asosiy ehtiyojga ketdi. Qolgan 670 ming so'mga u bir oy davomida oziq-ovqat mahsulotlari, non, choy, shakar, yog' sabzavotlar, mevalar, go'sht va sut mahsulotlarini sotib olish kerak. Hech qanday ziyofat, mehmonchilik, kiyim-kechak, shaxsiy gigiyena vositalari haqida gapirish shart emas. Har kuni 20-25 ming so'mga ovqatlanishga to'g'ri keladi. Bu esa hozirgi kunda juda ham kam. 1 kilo go'shtning narxi 7-10 ming so'mdan yuqori ekanini inobatga olsak,
oysha bu go'shtni deyarli tatimaydi. Sabzavotlar va non bilan qo'rin to'ldirishga majbur. Uning salomatligi, uy ro'zg'or buyumlariga bo'lgan ehtiyoji hatto oddiygina choyxona yoki o'rtoqlari bilan uchrashishga ham puli yetmaydi. Bu esa yolg'izlik va ijtimoiy ajralishga olib keladi. Ikkinchi toifa bu o'z qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Masalan, 65 yoshli Ahmad aka, u ham nafaqada, uning pensiyasi ham Oysha buyinikiga o'xshash. Yo'q, 6 million so'm. Ammo uning farqi shundaki, u yoshligidan tadbirkorlikka moyil bo'lgan va kichikroq do'konni ijaraga berib qo'ygan yoki kvartirasini ijaraga bergan yoki bo'lmasa u qishloqda yashaydi va o'zining kichik hovlisidan. Dehqonchilikdan qo'shimcha daromad oladi. Aytaylik, u oyga ijaradan 1 million so'm daromad oladi. Bu degani uning umumiy oylik daromadi 2,6 million so'mni tashkil etadi. Uning ahvoli Oysha buyinikidan ancha yaxshi. U kommunal to'lovlarni to'laydi, dori-darmon oladi, oziq ovqat xarid qiladi va hatto ba'zan farzandlari yoki nabiralariga yordam berishga qurbi yetadi. Yoki bo'lmasa, o'zi uchun kiyim-kechak, ro'zg'or buyumlarini sotib oladi. Bu toifa vakillari hozirgi vaziyatdan kamroq xavotirlanishi mumkin. Chunki ularning moliyaviy barqarorligi birga davlat pensiyasiga bog'liq emas. Uchinchi toifa, bu hali ham ishlab, mehnat faoliyatini davom ettirayotgan nafaqaxo'rlar. 12 yoshli Dilobar opa shifokor. U nafaqaga chiqqaniga qaramay, klinikada yarim stavka ishlaydi va o'z bilim va tajribasini odamlarga ulashishni davom ettiradi. Uning pensiyasi 27 million so'm, ish haqi esa 21 million so'm. Umumiy daromadi 3,2 million so'mni tashkil etadi. Bu summa unga nafaqat asosiy ehtiyojlarini qoplashga, balki o'ziga qarab turishga, kiyim-kechak sotib olishga, hatto dam olishga ham imkon beradi. Bu toifa vakillari ham hozirgi qiyinchiliklarni nisbatan osonroq yengib o'tadilar. Ammo shuni ham ta'kidlash kerakki, har bir nafaqaxo'r ham jismonan yoki sog'lig'i sababli mehnat faoliyatini davom ettira olmaydi. Ko'pchilikning kasalliklari yoshi bunga yo'l qo'ymaydi. Shunday qilib ko'rinib turibdiki, faqatgina davlat pensiyasiga tayanib qolgan yolg'iz keksalar eng og'ir ahvolda qolmoqdalar. Ushbu yomon yangilik ularning hayotiga bevosita va eng kuchli ta'sir qiladi. Endi esa istisnolarga, tuzoqlarga va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Pensiya tizimi har doim murakkab bo'lgan va uning ichida ko'plab o'ziga xos qoidalar va shartlar mavjud. Birinchidan, ba'zi pensiya turlari inflyatsiyadan ko'proq himoyalangan bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik pensiyalari yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari ba'zida boshqa pensiya turlariga nisbatan tez-tez yoki yuqoriroq indeksatsiya qilinishi mumkin. Biroq bu har doim ham shunday bo'lavermaydi va davlatning moliyaviy ahvoliga bog'liq. Ba'zi guruhlar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar turli xil imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Ularga qo'shimcha to'lovlar, kommunal xizmatlarga chegirmalar yoki bepul dori-darmon berilishi mumkin. Lekin bu imtiyozlar ham vaqt o'tishi bilan o'zgarishi yoki qisqarishi mumkin. Bu esa odamlarning kutganlari bilan haqiqat o'rtasida katta farq paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik pensiyaga chiqqach barcha imtiyozlar umrbod saqlanib qoladi deb o'ylaydi. Ammo amalda bu har doim ham shunday emas. Ikkinchidan, pensiya to'lovlarida xatoliklarning yuzaga kelishi. Afsuski bu holatlar tez-tez uchrab turadi. Ba'zan pensiya fondi ma'lumotlar bazasida xatolar tufayli pensiya summasi noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Misol uchun, shaxsning ish staji noto'g'ri qayd etilgan bo'lishi yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining kamayishiga olib keladi. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'z pensiya hisob-kitoblarini tushunmaydilar yoki ularni tekshirishga erinadilar. Ular shunchaki berilgan summaga ishonib yashaydilar. Ammo agar sizning pensiyangiz atrofdagilarnikidan ancha past bo'lsa, bu to'lovlarda xato borligidan dalolat berishi mumkin. Pensiya fondi xodimlari ham inson, ular ham adashishi mumkin. Uchinchidan, qo'shimcha ijtimoiy dasturlarning mavjudligi. Ba'zi hududlarda yoki shaharlarda mahalliy hokimiyat organlari nafaqaxo'rlarga qo'shimcha yordam dasturlarini taklif qilishi mumkin. Bu, masalan, qishki isitish davri uchun moddiy yordam, oziq-ovqat paketlari, bepul tibbiy ko'riklar yoki transport xarajatlarini qoplash bo'lishi mumkin. Ammo bu dasturlar haqida ko'pchilik bilmaydi yoki ulardan qanday foydalanishni tushunmaydi. Bu ma'lumotlar doim ham ochiq va keng tarqalgan bo'lmaydi. Shuning uchun nafaqaxo'rlar o'zlari faol qidirishlari kerak. Bu esa afsuski axborotga ega bo'lmagan, jismoniy jihatdan qidirishga qodir bo'lmagan kishilar uchun yana bir to'siq bo'lib xizmat qiladi. To'rtinchidan,
nafaqat davlat pensiyasi, balki xususiy pensiya jamg'armalari va sug'urta tizimlari ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Garchi O'zbekistonda bu tizimlar hali unchalik rivojlanmagan bo'lsa-da, ba'zi odamlar yoshligidan kelajak uchun pul yig'ib boradilar yoki xususiy sug'urta polislari orqali qo'shimcha kafolatlarga ega bo'ladilar. Ular uchun bu yomon yangilik unchalik ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki ularning moliyaviy xavfsizligi faqatgina davlatga bog'liq emas. Ammo bu faqatgina kam sonli fuqarolar uchun tegishli bo'lib, ko'pchilikning bunday imkoniyatlari yo'q. Yuqorida keltirilgan nozik jihatlar shuni ko'rsatadiki, pensiya masalasi bir qo'lga solib bo'lmaydigan, har bir kishi uchun individual yondashuvni talab qiladigan murakkab masala. Shuning uchun bu sohada o'z huquqlaringiz va imkoniyatlaringizni bilish nihoyatda muhimdir. Xo'sh, aziz do'stlar, bu vaziyatda biz nima qilishimiz kerak? Qanday qilib o'zimizni va yaqinlarimizni himoya qilishimiz mumkin? Sizlarga aniq va amaliy tavsiyalar beraman. Birinchi qadam, pensiya hisob-kitobingizni tekshiring. Bu juda muhim. Siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz va o'zingizning pensiya ishingizni ko'rib chiqishingizni so'rashingiz mumkin. Ulardan pensiya miqdorini hisoblash asoslari, ish stajingiz, ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rang. Agar biror xato topilsa, darhol uni tuzatishni talab qiling. Buning uchun sizdan ba'zi hujjatlar, masalan, mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi arxiv hujjatlari talab qilinishi mumkin. Bularni oldindan tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiq. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va nizomlarida pensiya hisoblash tartibi aniq belgilangan. Bu hujjatlarni o'rganishga erinmang. Ikkinchi qadam, mavjud ijtimoiy yordam dasturlari haqida ma'lumot oling. Mahalliy hokimiyat organlariga, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlariga, ijtimoiy xizmatlar markazlariga murojaat qiling. Ularda nafaqaxo'rlar uchun qanday qo'shimcha imtiyozlar, moddiy yordamlar yoki yordam dasturlari mavjudligini so'rab surishtiring. Ba'zan oddiygina oziq-ovqat paketi yoki kommunal to'lovlarga kichik bir chegirma ham katta yordam bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlarni shaxsiy tashrif orqali, telefon orqali yoki tegishli tashkilotlarning rasmiy veb-saytlaridan olishingiz mumkin. Anonim Telegram kanallariga emas, balki faqat rasmiy manbalarga ishoning. Uchinchi qadam, moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Agar imkoni bo'lsa, kichik miqdorda bo'lsa ham mablag'laringizni tejash va to'g'ri taqsimlashni o'rganing. Budjet tuzishni o'rganing. Har oyda qancha pul kiradi va qancha pul chiqadi, bularni hisoblab boring. Xarajatlaringizni optimallashtirishga harakat qiling. Masalan, keraksiz xarajatlardan voz kechish, bozorga arzonroq va sifatliroq mahsulotlarni topish, chegirmalar va aksiyalardan foydalanish. Bugungi kunda internetda moliyaviy savodxonlik bo'yicha ko'plab bepul kurslar va ma'lumotlar mavjud. Oddiygina daftar va ruchka bilan ham o'z budjetingizni nazorat qilishni boshlashingiz mumkin. Bu sizga moliyaviy barqarorlikni saqlashga yordam beradi. 4-qadam, qo'shimcha daromad manbalarini qidirishni o'ylab ko'ring. Agar sog'lig'ingiz va kuchingiz imkon bersa, qisman ish topishga harakat qiling. Bu to'liq stavkali ish bo'lmasa ham, yarim stavka, masalan, kutubxonachi, qorovul, bog'bon yoki uyda o'tirib bajariladigan ishlar bo'lishi mumkin. Agar sizda biror hunar yoki mahorat bo'lsa, uni ishga solishni o'ylab ko'ring. Masalan, tikuvchilik, pazandachilik, bog'dorchilik, enaganlik, hattoki yoshlarga repetitorlik qilish, darsdan keyin ularga yordam berish ham yaxshi daromad bo'lishi mumkin. Agar qishloq joyda yashasangiz, o'z tomorqangizdan unumli foydalanishga harakat qiling. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish ham qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Shuningdek, nabiralaringizga o'z mahoratingizni o'rgatish orqali ham kichik bir daromad topishingiz mumkin. 5-qadam, oilangiz va yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Agar moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelsa, bu haqda farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringizga aytishdan uyalmang. Ko'pincha ular sizga yordam berishga tayyor bo'lishadi. Faqatgina sizning ehtiyojlaringizni bilmasliklari mumkin. Oilaviy kengashlar tashkil qiling. Birgalikda yechim izlang. Bu nafaqat moddiy, balki ruhiy yordam ham bo'lishi mumkin. Ba'zan oddiygina suhbat, dildan gurung ham odamga kuch bag'ishlaydi. Oilaviy munosabatlar har qanday qiyinchilikni yengib o'tishga yordam beradigan eng kuchli tayanchdir. 6-qadam, sog'lig'ingizni asrang. Pensiya yoshida tibbiy xarajatlar eng katta xarajatlardan biri bo'lishi mumkin. Muntazam ravishda shifokor ko'rigidan o'ting.
Sog'lom turmush tarziga rioya qiling. Jismoniy faollikni unutmang. Bu kelajakda katta tibbiy xarajatlarning oldini olishga yordam beradi. Sog'lik eng katta boylik ekanini unutmaslik kerak. Agar imkon bo'lsa, davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlardan foydalaning. Aziz do'stlar, bugungi videoda aytilganlar ogohlantirish sifatida qabul qilinishi kerak. Pensiya tizimida yuzaga kelayotgan moliyaviy qiyinchiliklar va iqtisodiy o'zgarishlar, afsuski, ko'plab nafaqaxo'rlarning hayotini murakkablashtirmoqda. Eng muhimi, bu vaziyatdan xabardor bo'lish va o'zingizni himoya qilish uchun amaliy choralar ko'rish. Faqat davlatga umid bog'lab qolmasdan, o'z imkoniyatlaringizni ishga solish, moliyaviy savodxonlikni oshirish, ijtimoiy yordam dasturlaridan xabardor bo'lish va oila bilan mustahkam aloqada bo'lish hozirgi sharoitda juda muhimdir. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali ma'lumotlar kutmoqda. Salomat bo'ling.